Endi sizlar bilan Smart do'kon dasturiga kirish va umumiy dasturda bo'limlar haqida batafsilroq gaplashamiz. Xo'p, bu yerga ko'radigan bo'lsak, bu Smart do'kon dasturini kirish qismi, ya'ni login qismi. Xo'p, bu yerga biz o'zimizni login parolimizni kiritib olamiz va bu yerdan kirish tugmasini bosib olamiz. Xo'p, mana bizda birinchi dasturga kirayotganligimiz uchun bu yerda animatsiya chiqadi va sразу do'konga, ya'ni do'konni programmasiga kirishni boshlaydi. Xo'p, bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda tepada umumiy ma'lumot, ya'ni Smart do'kon 4-versiyaligini bilintirib turibdi. Xo'p, bu yerdagi knopkalarga keladigan bo'lsak, bu birinchisi xabarnomalar tugmasi, ya'ni bu yerda bosadigan bo'lsak, qaysi vaqt, kim kirgan, qaysi joydan kirgan, bu yerda to'liq informatsiya chiqadi. Undan tashqari, masalan, yangi klient qo'shilsa, yangi klient qo'shildi yokida tovar tugab qolsa, bu mahsulot tugadi. Bu muhim bo'lgan xabarlarni doimiy bu yoqda berib boradi. Xo'p, ikkinchi tugma bu botni boshqarish tugmalari, ya'ni bizda ikkita xil bot bo'ladi. Bu klientlar bilan ishlaydigan bot, ya'ni klient o'zini botiga kiradida qachon nima mahsulot olgani yoki o'zini qancha qarzi qolganligini ko'ra oladi. Bu admin bot bo'ladigan bo'lsa, bu admin bot masalan do'konni egasiga beriladi. Do'konni egasi xohlasa programma orqali, xohlasa birgina bot orqali ham do'kondagi holatni, bugun qanaqa kassada pul turibdi yoki qanaqa savdo bo'ldi, bu to'liq informatsiyalarni bu bot orqali olsa bo'ladi. Bu botlarni kontrol qiladigan bo'limi, ya'ni o'chirish, yoqish, bu yerda bot token degan narsalar bo'ladi. Xudo xolisa keyingi darslarda bot tokenni qayerdan olib, botni qanday aktivatsiya qilish haqida batafsilroq gaplashamiz. Xo'p, keyingisi bu profil qismi. Buni bosadigan bo'lsak, bu yerda biz login qilib kirgan foydalanuvchimiz, ya'ni o'zimiz haqimizda ma'lumot. Xo'p, bu yoqda chiqish tugmasi, ya'ni dasturdan chiqish. Bu yoqda yillik dinamikasi, savdo qilib borar ekanmiz. Bu yoqda dinamikalar, ya'ni grafiklar doimiy jonlanib boradi. Ya'ni 2025-yil qanaqa necha pulga savdo qilganmiz, 2026-yil qancha savdo qildik. Ya'ni o'tgan yilgiga nisbatan hozirgi yilimiz yaxshiroqmi yoki masalan bo'lishi mumkin 100% ga yaxshi bo'lishi mumkin. Xuddi shu 100% ga yaxshi o'tgan yili qancha savdo qilgan bo'lsak, bu yil u savdodan oshiqroq bo'lsa, bu yoqda grafiklar doimiy jonlanib boradi. Bu bo'ladigan bo'lsa, kunlik savdo. Masalan, qaysi vaqtda, bu yana bu katta plyuslari bo'lishi mumkin. Do'konimizga qaysi vaqtda, ya'ni qaysi soatlarda ko'proq klientlar tashrif buyuryapti. Bu narsalarni ko'rib olishimiz mumkin. Masalan, 12 da bizga 200 ta klient keldi, ya'ni 200 ta mijoz keldida bizga 100 million so'mlik foyda olib keldi. Yoki 100 million so'mlik оборот olib keldi. Bu narsalar doimiy shakllanib, grafik ko'rinishda aniq soatlar bilan grafik ko'rinishi shakllanib boradi xullas. Xo'p, keyingisi bu post terminal. Bu post terminal bu sotuv oynamiz. Xo'p, biz buni bitta mahsulot qo'shib turib yana bir qator ko'ramiz. Ya'ni bu yoqda mahsulotlarimiz bazasi turadi. Ya'ni bizda qaysi mahsulotlar bor sotish uchun. Ya'ni post terminal bu sotuv oynasi bo'ladi. Bu yoqda mijozlarimizni tanlaymiz. Bu yoqda sotuv oynalari bo'ladi. Xo'p, buni bu videoning oxirida post terminalni yana bir qator ishlatamiz. Sababi bu videoda oxirroqda, ya'ni mahsulot qo'shishni o'rganamiz. Qo'shilgan mahsulotni yana bir qator post terminal sahifasida sotib ko'ramiz. Xo'p, bu bo'ladigan bo'lsa, eng muhim narsa bu bizga, ya'ni yangilangan 4-versiyada faqatgina bor, ya'ni Smart Autopilot sun'iy intellekti. Xo'p, bizda oldin taxminan 5 ta yoki 6 ta, adashmasam 6 ta versiyamiz bor. Ya'ni 3-versiya, 1-versiya, 2-versiyalarimiz ham bo'lgan. Bu versiyalarda bu Smart Autopilot degan sun'iy intellekt qo'shilmagan. Bu sun'iy intellekt bitta katta plyuslari do'kondagi ma'lumotlarimizga qarab turib, ya'ni qarzlarimiz, mahsulot bazalarimiz, qancha sotuvlarimiz, ya'ni qaysi tovarlarimiz ko'proq ketyapti, shu ma'lumotlarga asoslanib bu dastur, ya'ni bu sun'iy intellekt to'liqroq ma'lumot yig'ib turib bizga tavsiyalarini beradi. Xo'p, bu yerda mana hozir yangi dasturlik uchun ko'p narsa nol. Mana bu yerda jami tushum. Masalan, biz 1 yil ichida yoki 1 oy ichida qancha tushum qildik. Masalan, 100 million so'm, 200 million so'm bu yoqda ko'rsatib turadi. Keyin bu yoqda sof foydamiz, qancha qarzga ishladik, ya'ni qancha pulimizni biz klientlarimizga nasiya sifatida chiqarib yubordik. Bu yoqda qancha sotuv qildik. Bu yoqda sun'iy intellekt aytganimdek batafsil ma'lumotlarni yig'ib turib bizga tayyor raqamli ma'lumotlarni chiqaradi. Ya'ni biz izlanib o'tishimiz shart emas. Qancha masalan tekshirib grafiklarni ochib
men qanaqa mahsulot sotdim, qanaqa foyda qildim, bu narsalarni sun'iy intellekt o'zi o'rganib bizga tayyor tavsiyalarni berib boradi. Xo'p, bu yoqda ya'ni aytganimdek sun'iy intellekt bu yoqda o'zini tavsiyalarini ishchilar bo'yicha, masalan, sotuvchilar qanaqa ishlayapti, qanaqa natija ko'rsatyapti, bu narsalar sotuvchilarning qaysi biri umuman ishlamayapti yoki qaysi biri ko'proq ishlayapti, unga oylik masalasini yaxshiroq ko'rib chiqishimiz kerak. Shunaqa bo'lgan ma'lumotlarni doimiy sun'iy intellekt berib boradi. Xo'p, bu yoqda umumiy sun'iy intellektga kerak bo'lgan nimalari, ma'lumotlar mana bu yoqda qarzlarni undirish bor. Ya'ni oldin bizdan klientlar ko'proq qarz so'ragan, ya'ni bitta klient bizdan juda ko'p qarz bo'lib ketgan, ya'ni nasiya bo'lib ketgan. Agarda biz o'zimiz kassada o'tirgan bo'lsak yaxshi. U klient bizdan ko'proq qarz olganini bilamiz. Agarda bu kassadagi odam, ya'ni ishchi almashadigan bo'lsa, bu ishchi u mijozda qancha nasiyasi borligini bilmaydi. Agarda dastur bo'lmasa, qog'ozda bo'ladigan bo'lsa, har bir qog'ozni tekshirib chiqishga to'g'ri keladi. Bu yerda sun'iy intellekt shunday ko'radi-da, ya'ni bittada ko'rib turib, bu klient ko'proq qarz olgan, birinchi u qarzlarini undirish kerak degan maqsadda tavsiyalarini beradi. Eng ko'p qarz olganlar bu, ya'ni bu klientlar bilan yaxshiroq ishlash kerak, qarzlarni tezroq undirish kerak degan ma'lumotlarni, informatsiyalarni doimiy berib boradi. Bu yoqda o'zini maslahatlari, sun'iy intellekt o'zini xulosalari, masalan, qanchalik yaxshimiz yoki qanchalik orqaga qarab ketyapmiz, bu yoqda ko'rsak bo'ladi. Sun'iy intellekt butun boshli dastur ma'lumotlarimizga asoslanib bizga informatsiyalar, ya'ni maslahatlar berib boradi. Bu yerda umumiy shu sun'iy intellekt, bu yoqda roadmap, aytganimdek bu yoqda bu ham xuddi shu sun'iy intellekt ma'lumotlar bazasiga asoslanib bizga tavsiyalar beradi. Qachon, qanaqa vazifalarda qilsak, biz do'konimiz yana ham yaxshiroq rivojlanadi. Bu yoqda bizga tavsiyalarni berib boradi. Bu yerda bajarsak, vazifa bajardim deb belgilaysiz. Masalan, tavsiya berdida, bu tavsiyani bajargandan keyin galochkani qo'yasiz. Bu yoqda sun'iy intellekt shunga qarab turib sizga keyingi bosqichdagi nimalarni, maslahatlarni berib boradi. Xo'p, buni sun'iy intellekt ichiga kiradigan bo'lsak, juda chuqur, ya'ni sun'iy intellekt ichini o'zida juda katta ma'lumot bazalari bor, juda katta informatsiyalar bor, juda kerakli, bizga eng muhim bo'lgan narsalar bor. Endi buni dasturda foydalanish jarayonida tushunib ketaveramiz. Xo'p, keyingisi bu kassa bo'limi. Kassa bo'limining ustiga bosadigan bo'lsak, bu yoqda qancha naqd pulimiz bor, qancha kartada turibdi, agarda biz bank bilan ishlaydigan bo'lsak, bank shotimizda qancha pul turibdi, bu yoqdagi informatsiyalarni ko'rsak bo'ladi. Bizda bu oy qancha kirim bo'ldi, qancha chiqim bo'ldi. Xo'p, bu yoqda hozir ma'lumotlarimiz 0. Agarda biz yangi kirim qo'shadigan bo'lsak yoki chiqim qo'shadigan bo'lsak, amaliyot orqali ham qo'lda ruchnoy ravishda qo'shsak ham bo'ladi yoki xarajat qilinganda, klient qarzini berganda yoki boshqa pul masalasi bo'yicha transaksiya bo'lganda avtomatik o'tkazmalar tarixiga dasturni o'zi doimiy ravishda nima qilib boradi, saqlab boradi. Istalgan payt ochib turib, qachon qaysi vaqtda aniq sana nimalar bilan, ya'ni soatlar bilan qachon qancha o'tkazma bo'lganini, qancha kirim chiqim bo'lganini ko'ra olamiz. Hop, biz test sifatida bitta chiqim qilib ko'ramiz. Masalan, biz 10 ming so'm chiqim qilib ko'rdik, masalan, naqd pulda. Yo'q, birinchi kirim qilamiz, sababi biz shotimiz 0 ligi uchun naqd pul, kirim, pul qo'shildi deb yozib qo'yamiz. Masalan, hop, qo'shadigan bo'lsak, mana sirazi 10 ming so'm bizni naqd pulimizga qo'shildi. Xuddi shunaqa bo'lib kirim chiqimlarni bu yoqdan boshqaramiz. Xo'p, keyingisi mahsulotlar. Eng muhim narsa bu sklad baza. Ya'ni bu sklad baza bo'ladi. Ustiga bosadigan bo'lsak, mana bu yerda bizda kelish narxi bo'yicha necha pulli mahsulot bor, sotish narxi bo'yicha necha pulli mahsulot bor. Keyin agar buni o'rtasida hamma mahsulotlarimiz sotadigan bo'lsak, qancha foyda ola olamiz degan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Xo'p, bu yerda plus tugmasi bu mahsulotni qo'shish tugmasi. Xo'p, tugmani bosadigan bo'lsak, bizdan nimalarni so'raydi? Xo'p, yangi mahsulot qo'shayotganda bu yerda mahsulotning nomi, ya'ni bizda bo'lishi mumkin olma mahsuloti, kategoriyasi masalan mevalar bo'lishi mumkin. Xo'p, endi yana bizda muhim joy bor, ta'minotchi degan narsa bor. Agarda biz mahsulotni qaysidir ta'minotchi orqali masalan oladigan bo'lsak, biz ta'minotchini belgilab ketishimiz kerak. Bu narsa nimaga kerak? Masalan, ta'minotchi bilan o'rtamizda agarda qarz bo'ladigan bo'lsa,
ta'minotchi bilan o'zimizni o'rtamizdagi qarzlarni ham doimiy ravishda dastur o'zi hisoblab boradi. Agarda yokida yo'q, ta'minotchi bilan o'rtamizdagi qarzlarni yozish shart emas deydigan bo'lsak, bu yerda hech qanaqa ta'minotchini tanlashimiz shart emas. Endi bu ta'minotchini qayerdan kiritamiz deydigan bo'lsak, bu yerda ortga qaytib, xo'p, bu yoqda mana mahsulotning tagida ta'minotchilar degan bo'lim bor. Ustiga bosamizda yangi ta'minotchi qo'shib olamiz. Xo'p, ta'minotchi nomi masalan bo'lishi mumkin. Xo'p, olmalar degan qanaqadir ta'minotchi nomini qo'shadigan bo'lsak yoki bu yerda Fruits.uz deb turib kompaniya nomini qo'shamiz. Endi bu kompaniyaga mas'ul bo'lgan shaxs. Xo'p, olmalar bu yerda ya'ni kompaniya nomi, mas'ul shaxs masalan bo'lishi mumkin Aljonov Abrorbek, telefon raqami bu bo'lishi mumkin. Agarda stir bo'ladigan bo'lsa kiritib qo'ysak yaxshi, agarda bo'lmasa shart emas. Xo'p, bu yerda manzilni kiritib qo'ysak bo'ladi. Bizga eslatma sifatida. Xo'p, qo'sh tugmasini bosamiz. Bizda yangi ta'minotchi bor. Xo'p, endi xuddi shu mahsulot bazasiga qaytib turib, ta'minotchi bo'limini bosadigan bo'lsak, hozirgi olmalar degan ya'ni tashkilot bizga qo'shildi. Ustiga bosamizda xuddi shu ta'minotchidan endi mahsulotlarni qabul qilib olamiz. Agarda ta'minotchi bo'lmasa, buni shunchaki tanlamay o'tib ketaveramiz. Xo'p, mahsulot nomi biz qo'shayotgandek olma. Kategoriya bo'ladigan bo'lsa, mevalar. Xo'p, kelish narxi taxminan 5000 so'm bo'lishi mumkin. Biz buni sotamiz 7000 so'mdan. Bizda bo'lishi mumkin 1000 dona. Barkod. Xo'p, bu yerda agarda bizda shtrix kod bo'ladigan bo'lsa, shtrix kod orqali bu yerga qo'shib olishimiz mumkin yoki shunday generatsiya qilib qo'yishimiz ham mumkin. Qo'shib bosadigan bo'lsak, bizda xuddi shu mahsulot biz bazamizga, ya'ni skladimizga kelib tushdi. Xo'p, endi keyingi bo'limga keladigan bo'lsak, bu mijozlar bo'limi. Mijozlar bo'limi bu biz klientoviy bazamiz, ya'ni ustiga bosganimizda biz doimiy bizdan mahsulot olib keladigan nimalarda klientlarning bazasi. Xo'p, endi bizda bu yerda shunaqa narsa bor. Agarda men oziq-ovqat do'koni bo'ladigan bo'lsak yoki bir martalik mijozlar bilan ishlayotgan bo'lsak, biz bu yerda yangi mijoz yaratib turib kiritib ketishimiz kerak. Xo'p, bir martalik mijozlar. Bu nimaga kerak? Masalan, bizda klient ba'zida masalan kirgan odamda informatsiyasi kerak emasda, shunchaki sotishimiz kerak. Ya'ni biz u odam birinchi marta kelgan klientning ma'lumotlari bizga muhim emas bunchalik. Shuning uchun bir martalik mijozlar deb baza ochib turib, hop bu yerga nomer qoldirib qo'yamiz. Qanaqadir bu yerda o'zimiz manzilimizni kiritib qo'ysak bo'ladi. Masalan, Andijon bo'lishi mumkin. Xo'p, mana bu yerda mijozni qo'shib qo'ydik. Ya'ni o'zimizni bir martalik mijozlarimiz uchun baza qo'shib qo'ydik. Endi bu yoqda bizda общий jami ya'ni ikkita mijoz bo'ldi. Endi biz post terminal sahifasidan yana bir qator foydalanib ko'ramiz. Ustiga bosadigan bo'lsak, mana bizda qo'shgan olma degan mahsulotimiz bu yerga qo'shildi. Xo'p, endi mijoz tanlashda, masalan, aytganimdek, bir martalik mijozlarga xizmat qilayotganimizda buni bitta bosib qo'yamizda, kim kelgan taqdirda ham, ya'ni bir martalik u mijozning informatsiyasi bizga kerak bo'lmagan klientlar kelganda bu yerdan tanlab turib xarid qilib, ya'ni sotsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda tanladik 7000 so'm to'lov qilishni bosamiz. Masalan, biz bu yerdan naqd pul bilan oldik mahsulotni. Hozircha chegirma yo'q, to'lovni tasdiqlaymiz. Bizga chek avtomatik chiqarib beradi. Xo'p, bizga hozircha chek shart emas. Endi biz mana bu yerda bugungi savdoda ko'rsak bo'ladi. Soat 15:00 da biz 7000 so'm savdo qilibmiz. Xo'p, endi kassaga keladigan bo'lsak ham, mana hozirgi 10000 plus 17000 so'm bo'lib kassamizga naqd pulga qo'shildi. Xo'p, xuddi shunaqa bo'lib ishlatib ketaveramiz. Xo'p, bu yerda qarzlar ham xuddi shunaqa. Masalan, bu yerda klientoviy bazamiz bor. Hozircha klientlarda qarzi yo'q.
agarda biz mahsulot sotayotganimizda, masalan 7000 so'm mahsulot sotyapmizda, klient klient bizga beryapti-da, hop 1000 so'm beryapti, taxminan 1000 so'm beryapti. Mana bu yoqda 1000 so'm qo'shadigan bo'lsak, 6000 so'mni joriy qarzdorlikka qo'shib qo'yadi. Amalga oshiradigan bo'lsak, bizda qarzlar bo'limiga mana bir martalik mijozlar nimasiga 6000 so'm qo'shib qo'ydi. Endi qarzga mahsulot berayotganimizda u bir martalik mijozlar emas, u olayotgan mijozni nomiga yozishimiz kerak. Ya'ni bizda doimiy qarzga olib turadigan mijozlar yoki doimiy masalan qanaqadir tanishlarimiz bo'lishi mumkin. Ularning informatsiyasini kiritib qo'yib, bularning nomiga masalan qarzini yozib yurishimiz mumkin. Xo'p, endi bu keyingisi bu xarajatlar. Bizda ichki yoki qanaqadir boshqacha kategoriyadagi xarajatlar bo'lishi mumkin ishxonaga yoki ishchilarda qanaqadir obed bo'lishi mumkin yoki qanaqadir yo'l xarajatlari bo'lishi mumkin yoki boshqa xarajatlar bo'lishi mumkin. Bu yerda doimiy yozib borishimiz mumkin. Masalan, sotuvchining ismi avtomatik yoziladi bu yerga, qaysi sotuvchi tomonidan xarajat bo'ldi. Endi bu yerda xarajatni haqida qanaqadir izoh berib qo'yishimiz mumkin. Masalan, tushlik bo'lishi mumkin. Qiymati, xo'p, bizda hozir kassamizda 17000 so'm bor. Shunga kattaroq masalan 50-60 ming so'mlik rasxod qilamiz. Shunga biz taxminan 1000 so'm qilib qo'yapmiz. Xo'p, bosadigan bo'lsak, bu yerda xarajat, jami xarajat 10000 so'm. Endi biz bu yoqga kassaga qo'shib qo'yadigan bo'lsak, mana chiqim naqd puldan 1000 so'm bo'ldi. Bu yerda avtomatik tranzaksiyaga qo'shildi. Xo'p. Endi keyingisi bu ta'minotchilarda ko'rib chiqdik, monitoring. Bu monitoring bunda ham xuddi shunaqa grafiklar. Bu yerda qancha tushum qilganmiz, uning ichidan qancha foyda bo'ldi, xarajatlarimiz qancha bo'ldi, jami mahsulotlar qancha bo'ldi. Ya'ni oyma-oy bu yerdan xolos o'tgan oygi ma'lumotni yoki undan oldingi oydagi ma'lumotlarda ko'rib olishimiz mumkin. Mana bu eng ko'p foyda olib kelgan mahsulot, eng kam foyda olib kelgan mahsulotlar, plus do'konda yana ham o'zimizga grafik ko'rinishi hisobotlar kerak bo'lsa, bu oynalardan bemalol ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Xo'p, foydalanuvchilar bo'limi. Bu yerda yangi do'kon, ya'ni do'kon emas, ya'ni sotuvchi qo'shish bo'limi, ya'ni bosamizda sotuvchilar bo'limi yoki adminlar. Biz yangi sotuvchi qo'shmoqchi bo'lsak, sotuvchilar bo'limiga o'tamizda, yangi sotuvchini qo'shamiz. Bu yerga sotuvchining ismi, telefon raqami, login va bu yerda parollarini kiritib ketamiz. Xo'p, agarda biz admin qo'shadigan bo'lsak ham, adminda ham xuddi shunaqa. Ism, familiya, telefon raqami, login, paroli va statusi. Xo'p. Keyingisi bu qaytarilgan tovarlar, ya'ni vazurat bo'limi. Xo'p, qaytarishga bosamiz. Mahsulot nomi bizda skladimizda bor bo'lgan mahsulotlar, ya'ni biz sota olishimiz mumkin bo'lgan mahsulotlar ro'yxat tanlaymizda. Mijoz ismi, ya'ni kim qaysi mijozdan qaytib keldi. Xo'p, mijoz tanlaymiz. Nechta qaytib keldi? Masalan, bitta qaytib keldi. Yaroqli, yaroqsiz. Agarda yaroqli bo'ladigan bo'lsa, avtomatik bazaga qaytariladi. Yaroqsiz bo'ladigan bo'lsa, yaroqsizlar degan alohida baza ochib turib, mana bu yoqda yaroqsiz brak deb turib, alohida saqlab boradi. Bu yoqdan ko'rsak bo'ladi, qaysi vaqtda qancha vazurat bo'lganini. Xo'p, keyingisi tugagan tovarlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Agarda tugayotgan, masalan, mahsulotimizni kilosi yoki soniga qarab turib, kamayotgan mahsulotlarda hozir bizda unaqa tugagan mahsulotlar yo'q. Shunga xuddi shu mahsulotlar ro'yxatini bu yerda doimiy shakllantirib boradi. Endi bu qolib ketgan tovarlar, ya'ni ostatga tovarlarni bu yerda ko'rsak bo'ladi. Bu yerda filtri bor. 1 oy ichida sotilmagan, 2 oy ichida sotilmagan bo'lishi mumkin. 1 yildan beri sotilmayotgan tovarlarni bu yerda ham yana bir qator o'zimiz ro'yxat sifatida ko'rib olsak bo'ladi. Xo'p, endi bu o'zimizning profil qismi, ya'ni birinchi ko'rganimiz asosiy o'zimizda informatsiyalarimiz. Xo'p, keyingisi bu sozlamalar. Sozlamalarning ichida keyingisi bu sozlamalar. Bu yerda qurilmalar qachon, qaysi vaqtda ya'ni qurilma, ya'ni login qilib kirilgan, qaysi qurilmadan foydalanyapti bu yerda ko'rsak bo'ladi. Keyin bu yerda ilovalar. Xo'p,
Agarda bizga desktop, ya'ni Windows kompyuteriga ilova kerak bo'lsa, bu yerda Windows uchun yuklab olish tugmasini bosib turib, o'zimizga Windows versiyadagi nimani, programmani yuklab olsak bo'ladi. Agarda telefonimiz smartfon bo'ladigan bo'lsa, bu yoqda telefon orqali dasturga kirib turib, ya'ni shu sayt biz bergan dasturga kirib turib, bu yoqda xohlasak Android versiyasini yuklab olsak ham bo'ladi. Qaysi biri qulay bo'lsa, xuddi shu qurilmadan, dasturdan foydalanib ishlatsak bo'laveradi. Bu yoqda bizda backup tizimi bor, ya'ni zaxiralash ma'lumotlarimizni doimiy dasturda o'zida zaxiralab boradi. Backup tizimi Windows ilovalaridan Windows dasturini yuklab olganimizdan keyin avtomatik backup tizimi, ya'ni lokalniy holatda ham mahsulotlarni doimiy zaxiralab boradigan funksiyasi ishga tushadi. Buni backupda yoqib qo'yamiz. Zaxira nusxani bu yoqda masalan xohlasak kunlik buni saqlab qo'yganimizdan keyin har kunlik, masalan kunni oxirida xavfsizlik tomonlama, ya'ni o'zimizni masalan mahsulot bu yoqda eng qimmat narsa bu bizning mahsulot bazamiz. Shunga kunni oxirida avtomatik kompyuterimizga ham mahsulot ma'lumot bazalarini, ya'ni ma'lumotlarimizni lokalniy holatda ham saqlab boradi. Bu yoqda chek sozlamalar. Xohlasak biz chekka logotip yuklashimiz mumkin, xohlasak QR kodini qanaqadir Telegram, Instagramimizga uzatib yuboradigan qanaqadir QR kodlarimizni ham bu yoqga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Bu yoqda brendimiz nomini yozishimiz mumkin. Masalan, bo'lishi mumkin taxminiy OLX deb qo'yaylik yoki qanaqadir do'konimizning nomi. Bu yoqda chekni eng pastdagi bu yoqdagi xaridingiz uchun rahmat degan so'zini o'zgartirishimiz mumkin yoki chekni eng pastdagi mana bu so'zlarni ham bemalol o'zgartirib, o'zimizga qulay qilib moslab olsak bo'ladi. Xo'p. Bizda hozircha shular.